Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi 20 kilovatli kotyolimizni Qilchoy Paxtakor mahallasiga yetkazib keldik mana. Bu kotyollarimiz 200 kvadrat xonadonga ishlaydigan kotyollarimiz. Bu kotyollarımızın zapravka joylarına 30 kilo, 35 kilo tarafında kömür sig'adi. Orqasida 4 dona xoti bor, tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi. Dima xotlarni tozalash joylari qo'yilgan. Komplektida termostat, ventilator bo'ladi. Bu mijozimizning xohishiga qarab bu kotyolımızda zolnik, ya'ni plyashkalarni ham ishlab berganmiz. Bu kotyolimiz mana shu xonadonga qo'yiladi. Bir 100 necha kvadrat xonadon, 150 kvadratdan chiqmaydi. Eng kichkina kotyolimiz shu bo'lgani uchun bu kotyolimizni taklif berib mijozimizga berganmiz. Ammo tipli kotyolimiz. Bunga shunday kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudariyo tumani Mang'iz shahri eski paxta zavod ichida. Bunga kotyollar qiziq bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying.